Assalomu alaykum barchaga. Hop, navbatdagi ishimiz Izboskan tumaniga o'rnatib berdik. Oldi o'choqli pechka. Pechkamizning sifatlariga e'tibor berib, baho berib qo'yasizlar. Kimga shunaqa pechkalar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Barcha joylari yangi listda qilingan, eski konteyner listlari umuman yo'q. Tag qismlari ugunli emas, list o'zidan chiqariladi. Hani 45 gradus bu yerlar kesib chok tushmaydi. Tunikalari hamma narsasiga e'tibor berilgan. Ishimiz holatlari. Pechkamiz mana shu holatda bitta. Oldi o'choqlik sifatli pechka kerak bo'lsa murojaat qila olasizlar. O'zi holati ham ko'rinib turibdi. Hozir orqa tomonni ko'rsatib o'taman. Orqa tomoni mana shu ko'rinishda bo'ldi. Shu doim o'rnatayotgan 1.5 lik tekis pechkamizning oldi o'choqli varianti. O'tlarni yoqdik. Xohlasa hamma yog'i yaxshi. Xizmatlar bo'lsa bemalol murojaat qila olasizlar.